Akmaljon, universitet mana o'zjoku. Sizni kiritishmadimi? Jurnalistlar tayyorlaydigan bilim yurt. Yo'q, men kiritishmadi, sababi galstugim yo'q edi. Shuning uchun kiritishmadi. Dars tayyorladingmi? Ma'ruzalarga qatnashdingmi? Adabiyotlarni o'qidingmi deb hech kim mendan so'ragani yo'q. Galstuging qani? Galstuging bo'lmasa bor ketaver. Bu ichki tartib qoida. Bu hamma narsadan ustun deyishyapti. Dress kod bo'lsa kirarmiz biz. Bo'lmasa yo'q. Kursdoshlarim, ukalarim, singillarim hammamiz shu yerda bir najot bilan bir nimagadir umid qilib hali ham ketmay turibmiz. Umuman mana shu oliy ta'limda forma masalasiga qanday qaraysiz? Forma masalasiga juda salbiy qarayman. Chunki meni tashqi ko'rinishim bilimimni belgilab bermaydi. Kasbiy kompetensiyalarimni, qanchalik mahoratli jurnalistmanmi, yo'qmi, bularga hech qanday aloqasi yo'q, daxli yo'q. Men o'zar shu kelaman universitetga. Universitet menga xizmat ko'rsatadi. Buning uchun oramizda shartnoma tuzilgan. Pul to'laganman. Menga ma'ruza o'qilish kerak. Men seminarga qatnashishim kerak va bu bilim baholanishi kerak. Oxirida diplom olishim kerak. Shu ikki munosabat bor. Hozir qanaqadir bir ichki tartib qoidani deb meni iste'molchi huquqlarim buzilyapti. Mendan talabalik huquqlarim buzilyapti. Bilim oluvchiman, men bilim olgani kelganman. Galstugimni ko'z qilgani, kimnidir qaysidir gapi uchun bizda universitetda hamma shunday. Biz mana shunaqa kiborlardanmiz, hamma galstug taqib yuradi deyish uchun, degani uchun men shunday qilib yurishim kerak emas deb hisoblayman. Kredit modul tizimida misol siz bitta fanga kirmasangiz, kirmadim, shu kirmaganim deylik pul to'lanadi. To'lashimga to'g'ri keladi. Agar shu aynan shu bugungi qo'yilgan NBlarning hisobiga agar men Qizilga tushsam, o'sha modul tili bilan aytganda, men o'sha fan uchun pul to'lashim kerak. Ya'ni siz men hozir ham to'laganman o'zi. O'zi kontrakt to'laganman, lekin hozir bu kiritilmaganim uchun ham yana to'lashimga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bunga sabab dress kod. O'zi jurnalistda forma bo'lish kerakmi? Dress kod bo'lish kerakmi? Misol uchun shifokorda oq xalat, yong'in xavfsizligi xodimlarida bo'ladi, ichki ishlar xodimlarida bo'ladi forma. Jurnalistika universitetida tahririyat uchun kadr yetishtirib chiqaradi. Tahririyat kadr ortida, nashr ortida ular. Bizda unaqa sanitar qonun qoidalari yo'q. Tibbiyotchilarnikini oqlasa bo'ladi. Niqobni yoki bosh kiyimni, soch tushmasligi, boshqa holatlarni. Bizda qanday oqlash mumkin bu? Biz balki siz bizga jurnalist sifatida emas, talaba sifatida qarashayotgan bo'lsa-chi? Talabani dress kodi bo'lishi. Menga talaba sifatida qarashayotganda, o'zlari darvozani ochib berishgan bo'lishardi to'rt tomondan. Talabajon kir, bilim ol deb. Menga talaba sifatida emas, menga qanaqadir bir ijtimoiy obyekt, qanaqadir bir unsur shu qolgan universitetlar, qolgan institutlar bilan solishtirish maqsadida foydalanishyapti. Mana ko'rib qo'yinglar, bizda talaba galstugda yuradi degan bir narsa uchun mendan foydalanish. Men bu agar talaba sifatida qaralganda hozir auditoriyada o'tirgan bo'lardim. Nima deb o'ylaysiz? Bu mana shuncha odamni kiritmaslik, keyin siz aytgandek kredit modul tizimi bo'lsa, bunga pul to'lash kerak bo'lsa, bu yana byudjet to'ldirish deb o'ylaysizmi? Albatta. Buni o'zini moddiy jihatlari bor, borib taqaladigan joylari bor. Buni albatta ma'muriyat inobatga olishi kerak edi. Vaholanki buning aksini, tubdan aksini ko'rib turibmiz. Va hozir bo'lajak dinamikadan gapiradigan bo'lsam, mana shu hozirgi intervyuga ham qarama-qarshiliklarni qulog'im eshitib turibdi. Chaqiring, raqa kelsin deyilyapti. Vaholanki bu senzura bu. Albatta. Jurnalistika dargohida so'z erkinligi avval demoqchimisiz? Albatta, shaxsiy identifikatsion erkinlik birinchi cheklandi. Ya'ni men u universitet tashqarida shaxsiyatman. 30% vaqtini o'tkazib, keyin tashqariga chiqaman. Men u galstug uni belgilamaydi. Bu birinchidan shu shaxsiy biz aytdik, endi biz bemalol o'zimizning ishimizni, biz jurnalistmiz. Shaxsiy identifikatsion bir belgilarim chegaralandi, keyin mana so'z chegaralanyapti. Xo'p, rahmat sizga. Menimcha zanjir. Xo'p, rahmat.